Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Barchamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz tomonidan aholi hayot darajasi va sifatini oshirish bo'yicha islohotlarning natijadorligini ta'minlashda ijro intizomi yo'nalishida mustahkam tizim yaratish va qat'iy tartib o'rnatish asosiy vazifa sifatida belgilab berilgan. Shuningdek, har bir xodim berilgan ko'rsatmalarga asosan ijro intizomi masalasiga yuqori mas'uliyat bilan yondashgan holda belgilangan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida, to'liq va sifatli ta'minlash bo'yicha ishlarni to'g'ri rejalashtirishi, topshiriqlarni ijro muddatidan barvaqt bajarish bo'yicha oldindan zarur chora-tadbirlarni ko'rishi, yuzaga kelayotgan har bir muammoli masalalarni birinchi rahbarlar darajasida muhokama qilib, hamkorlik va muloqot asosida hal etishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Shundan kelib chiqib, hamda Adliya vazirligida qat'iy ijro intizomini ta'minlash maqsadida Ijro.gov.uz tizimida mavjud ijrodagi topshiriqlar ro'yxati tarkibiy bo'linmalar kesimida har yarim yilligi shakllantirilib, Adliya vaziri huzurida tezkor yig'ilishlarda muhokama qilingan holda muddatlari qisqaroq belgilanib, alohida nazoratga olish amaliyoti joriy qilindi. Vazirlikda ijro intizomini mustahkamlash, topshiriqlarni barvaqt va sifatli ijrosini yakunlash borasida tarkibiy bo'linmalar rahbarlari va mas'ul ijrochilar tomonidan quyidagilarga alohida e'tibor qaratib borilmoqda. Topshiriqlarni ijroga kelib tushgan kundan boshlab ijrosi yakunlangunga qadar alohida nazoratga olish, ijrodagi topshiriqlar soni va ro'yxatini aniq yuritish hamda ularning muddatlariga mas'uliyat bilan yondashish, topshiriqlar ijrosiga barvaqt kirishish, topshiriqlarni har taraflama va puxta o'rganish hamda mazmun va mohiyatiga to'liq e'tibor qaratish, haqiqatda bajarish imkoniyati mavjud bo'lmagan topshiriqlarni belgilangan tartibda nazoratdan olish bo'yicha asoslantirilgan takliflarni barvaqt kiritish, haqiqatda muddatda bajarish imkoniyati mavjud bo'lmagan topshiriqlarni belgilangan tartibda muddatini uzaytirish bo'yicha asoslantirilgan takliflarni barvaqt kiritish, topshiriqlar ijrosi bo'yicha tayyorlangan hujjatlarda belgilangan masalalarni to'liq va atroflicha qamrab olinishini ta'minlash, vazirlik qo'shimcha ijrochi sifatida belgilangan topshiriqlarni to'liq o'rganib chiqish va tegishli takliflar asosida ma'lumot kiritish. Yuqoridagilarga ko'ra, bugungi brifing davomida joriy yilning birinchi choragi davomida qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Prezident administratsiyasi rahbari va hukumat hujjatlari bilan Adliya vazirligiga yuklatilgan vazifalar ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Ijro.gov.uz tizimida bevosita Adliya vazirligi mas'ul bo'lgan va muddati 2026-yil yanvar-mart oylarida bajarilishi belgilangan jami 458 ta, jumladan prezident hujjatlari bo'yicha 364 ta, prezident administratsiyasi rahbari topshiriqlari bo'yicha 62 ta, hukumat qarorlari bo'yicha 32 ta topshiriq kelib tushgan. Shundan birinchi chorak davomida kelib tushgan 458 ta topshiriqning barchasining ijrosi ta'minlanib, nazoratdan olindi. Bunda 26 ta topshiriq ijrosi bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi ishlab chiqish belgilangan. Jumladan topshiriqlar ijrosi bo'yicha 5 ta qonun, 3 ta prezident hujjati va 8 ta hukumat qarori loyihalari kiritildi. Amalga oshirilgan ishlar davom etmoqda. Bizlarni kuzatib boring. Amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.